Assalomu alaykum hurmatli buxoroliklar. Bu Kia Solet'ni reklama qilib turgan hurmatli blogerlar, iltimos yolg'on ma'lumot xalqqa bermanglar. Shuni yolg'on ma'lumot beryapsizlarki, hamma telefon qiladi boku, o'rdak gap bilan bu yerga to'g'ri kelmaydi. 2 marta borib so'radigan o'sha ahvol. 3 marta telefon qildim ham shu ahvol. 50 million to'laymiz, 50 million to'laysizlar, qolgani rastroshka deysizlar-yu, lekin 7 million, 8 millionlab to'g'ri kelyapti. Uni xalq qanday to'laydi? Lekin burada videoda 3 million, 2 million 800 ming so'm deb belgilaysizlar. Iltimos, yolg'on ma'lumot bermanglar. Yolg'on ma'lumot Kia brendini pastga uryapti.